7800S Wi-Fi Black'imiz birinchi lochin dedi da baribir 10 metr bo'lsa ham oldin, 20 metr bo'lsa ham oldin. Bu joyda 77 ga ham yutqizgan Doppler Pro. Mana qaranglar, Sirdaryodan mostidan tushishda radar bor, ko'ramiz hozir. Chap qo'limizda lobka turibdi, yangi kaskad. Kuzatamiz 7800S Wi-Fi Black bilan Doppler Pro ni. Qani, qaysi oldinroq ogohlantiradi. Voh. 78 kuchlidir baribir. Qaranglar, olib qo'ydi o'zi. Камера на 80. 200. Камера 70. Atom. Hey. 78 ga kelmaydi da baribir. Achab qoldi. Ko'ryapsizlarmi? 78 da baribir. 78. Bu joyda oldin bo'lardi multiradar. Hozir multiradar yo'q. Qo'yvor. Multiradar yo'q, uyaltirmay. Dashi davom etamiz. Lochin. Bu joyda lochin ham yo'q. Sirdaryoga kirib kelyapmiz, o'zi Sirdaryodamiz o'zi. Bu joyda lochin yo'q-ku, ana men furaga lochin deb oldim. Nega 78 olmayapti? Shunaqa gaplar. Hikvision. Bu joyda qayerda Hikvision bor ekan, ha? Hikvision deb deteksiya berdi hozir. Doppler Pro. Lekin qo'yvordi. O'zini olgan ekan-da. Lochin 70. Lochin 70 ogohlantirdi. Камера на 70. Снижайте скорость. 600. Lochin 400. Johnny'dan sana. 78. Alakes. Ko'ryapsizlarmi? Lochin Doppler endi javob beryapmiz. 200. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa yaxshi ishlab beryapti. 7800S Wi-Fi Black'imiz mana tepada. Qoyilmaqom natija. Dashi davom etamiz do'stlar. Hikvision. Wi-Fi Black ushlab kelyapti Hikvisionda. Dopplerda hozircha jam. Doppler hali ko'rmadi. Guliston shahriga kirib kelishdagi Hikvision deteksiya kuchayyapti. Hikvision. Mana endi ushladi Doppler. Qaranglar, hozir yo'qotib qo'yishi Hikvision 70. Doppler yo'qotib qo'yishi mumkin. Радар на 70. Yo'qotmadi. Yaxshi. Lekin neonlaynga qaraganda ancha slabi. Shuni ko'rib turibsizlar. O'zlaring mana yo'qlar. Tepada turibdi Hikvisionimiz. Qoyilmaqom natija. Black baribir oldinda.